Maymulod Murodov Samet korxonasini ijrochi direktoriman. Bizada ehtiyoj tug'ildiki, boshqatdan rebrending qilish, brendimizni sal o'zgartirish, eksport qilayotganimizda uyalmaydigan brend ostida faoliyat yuritish ehtiyoji tug'ilib qoldi. Royal marketing agentsiyasiga rebrending yo'nalishidagi ishlarimizni topshirdik. Deadline'ga judayam qattiq ahamiyat berishlari, aytilgan vaqtda, aytilgan soatida cho'tki-cho'tki qilib ishlarni topshirishlari. Brending ishlari amalga oshirilgandan keyin, barcha vizual fayllarni olgandan keyin bo'ldi, okey, ishimiz bitta demasdan, bu narsalarni tipografiyada har xil o'sha botma harflarni qizdirdim, bola va bunaqa narsa qilyapman desam, o'zlarini fikrlarini haligacha aytib turishadi. Menga bu narsa judayam qiymati baland bo'lgan narsa. Va marketing jamoasidagi barcha bolalar shunaqangi nastroy qilinganki, qisqa vaqt ichida kerakli действияларni qilib, rezultatni cho'tki qilib 100% qilib berishga nastroy bo'lib qolib, fikrga to'xtalib, Royal marketing xizmatlarini boshqa metall korxonalariga, nafaqat metall korxonalariga, balki barcha korxonalarga brending qilayotganda, rebrending qilayotganda ularning xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qilib qolaman.